Erkaklar uchun eng foydali mahsulotlar haqida gap ketsa, ko'pchilikning ko'z o'ngida birinchilardan bo'lib bedana tuxumi gavdalanadi. Tovuq tuxumiga qaraganda bedana tuxumi tarkibidagi kaliy 5 barobar, temir 4,5 barobar, vitamin B1 va vitamin B2 vitaminlari 2,5 barobarga ko'p bo'lib, A vitamini, nikotin kislota, fosfor, mis, lizosim, kumush va boshqa aminokislotalar ham anchagina. Tovuq tuxumida oqsil moddasi 55,8% ni tashkil etsa, bedana tuxumida 65% ni tashkil qiladi. Bedana tuxumi odam uchun zarur bo'lgan ekologik, toza va biologik jihatdan to'yimli mahsulot hisoblanadi. Vazni 8-14 gramm keluvchi bedana tuxumi tarkibida mikroflora rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi lizosim aminokislotasi mavjudligi bois u tezda aynimaydi. Lizosimning yana bir ijobiy xususiyati shundaki, u bakteriya hujayralari qobig'iga shikast yetkaza olish qobiliyatiga ega bo'lib, turli saraton to'qimalariga qarshi samarali kurasha oladi. Eng muhimi, bedana tuxumi erkaklarning jinsiy quvvatini oshirishda qo'llaniladi. Masalan, bolgarlar undan yoshlik kokteylini tayyorlashadi. Buning uchun 100 gramm gazli suv, 1 osh qoshiq limon sharbati, 1 osh qoshiq asal, 20 gramm konyak va 2 dona bedana tuxumini idishga solib yaxshilab aralashtiriladi. Mazkur ichimlik jinsiy quvvatni oshirish maqsadida har kuni iste'mol qilinadi. Bedana tuxumining foydasi faqatgina muntazam iste'mol qilingandagina seziladi. Buning uchun kattalar kuniga 3-5 tadan, bolalar esa 2-4 donadan tana vazniga qarab nahorda ovqatlanishdan kamida 30 daqiqa avval och qoringa xomligicha yoki qaynatilgan holda iste'mol qilishlari lozim. Uning ortidan iliq suv yoki meva sharbati ichish foydali. Muolajalar esa 3-4 oy davom etadi. Tartibga qat'iy rioya qilgan kishilar bedana tuxumining samarasini 2-haftadanoq sezishlari mumkin. Qadimgi Sharq tabobatida ham bedana go'shti va tuxumi tabiiy dori-darmon sifatida qadrlangan. Tovuq tuxumidan farqli ravishda bedana tuxumi tarkibidagi avomoksid oqsili ushbu mahsulotga allergiyasi mavjud kishilarga ham tavsiya etiladi. Zero bedana tuxumidan olingan avomoksid allergiyaga qarshi dori vositalarida qo'llaniladi. Ma'lumki, yurak-qon tomir kasalliklari erkaklarning birinchi darajali dushmani hisoblanadi. Bedana tuxumi tarkibida xolesterin moddasi uchramaydi. U qonni tozalash, qon bosimini me'yorlashtirish, gemoglobin miqdorini oshirish hamda organizmdan radionukleidlar qondagi zararli moddalarni chiqarib yubora oladi. Qadimgi Sharq tabobatida ham bedana go'shti va tuxumi tabiiy dori-darmon sifatida qadrlangan. Xususan, oshqozon va 12 barmoqli ichak yarasi, kamqonlik, migren, bronxial astma, asab tizimidagi buzilishlar, qon bosimining oshishi, qandli diabet, astma singari ko'plab kasalliklarni davolashda foydalanadi. Nurlanish kasalligida bedana tuxumi radionukleidlarni organizmdan chiqarish xususiyatiga ega. Kosmetologlar uning tarkibidagi tramizinni yuz rangini tiniqlashtirishda qo'llaniladi.